Barchangizga a'lo kayfiyatlar tilab qolamiz. Biz Nilufar Yusupovamiz. Barcha obunachilardan minnatdormiz va bizda bo'ladigan mavzular, infolardan olayotganingizdan, kerakli joyini olib hayotingizda tatbiq qilayotganingizdan bag'oyat minnatdormiz va barchamizdan Yaratgan egam rozi bo'lsin. Va bugungi mavzuyimizga kelsak, hamma so'zga ishonma degan mavzu bo'ladi. Hammani so'ziga ham ishonma. Ko'pchilik yillar davomida odamlarning so'ziga yoki sevgilisining so'ziga yoki yana kimlardir yoki qo'shtirnoq ichidagi odamlari bor, o'shalarning so'ziga ishonishadi. Hamma gapga ishonish kerak emas. Buni hammamiz bilamiz, bolalikdan aldanganmiz, o'smirlikda ham aldanganmiz. Hamma aldanadi, hamma bir-birini aldaydi. O'rtoqlar, dugonalar, sevgida, juftlikda, er-xotin o'rtasida bo'ladi. Qaynona kelin yoki qaynota yoki o'g'il va ota o'rtasida ham bo'ladi. Ya'ni hamma gap 100% realniy haqiqat bo'lib chiqmaydi. Aynan bugun shu haqida gaplashamiz. Nega hamma so'zga ham ishonib ketma deyishdan maqsadimiz shuki, sababi kim bo'lishdan qat'iy nazar. Unutmanglar. Kim bo'lishdan qat'iy nazar, gapdagida gap bor. Har biri sizni yoqtirgani uchun emas, sizni yaxshi ko'rgani uchun emas. Eslab qoling. Sizdan o'ziga kerakli ma'lumot yoki info yoki qanaqadir foydali bitim olish uchun sizni yoqtirib shirin so'zlar bilan gaplashadi. Mana shu narsaga e'tibor qiling. U sizni yaxshi ko'rgani uchun emas. Har doim buni yodda saqlang. Kim bilandir suhbatlashdingiz yoki kim bilandir tanishdingiz yoki ular gapirishi mumkin. Men sizni yoqtirib qoldim. Siz simpatichniksiz. Men sizni yoqtirib qoldim. Siz ajoyibsiz. Siz juda ham mehribon ekansiz. Ko'nglingiz ochiq ekan yoki juda ham chiroyli ekansiz, juda ham kelishgansiz. Siz boshqachasiz. Siz bilan gaplashish maroqli. Yo'q, bu yerda ularni o'zi ham aldanyapti. Ularni o'zi ham sizni yaxshi ko'rgani uchun emas, sizning yoningizda o'zlari ajoyib energiya his qilgani uchun. Ya'ni ular o'zi siz turgan joyda ajoyib energiyaga ega bo'lishmoqda. Ya'ni u boshqacha energiya. Misol, har doim har xil do'stlari bilan har xil energiyaga ega bo'lgan, lekin odamlar o'zida energiya batareyka ekanligini bilishmaydi. Afsuski, ko'p bilimlarni bilishmaydi, bilishni ham istashmaydi. Biladigan bilimlarni bu shirk, bu gunoh deb o'ylashadi. Unchalik kerak bo'lmagan narsalarni kara qilib yodlab yurishadi. Bu qo'rqoqlik albatta, bu qo'rqoqlik. Hamma so'zga ishonib ketmanglar. Bizani ham so'zga ishonmanglar. Kerakli joyini olinglar, keraksiz joyini udalik qilinglar. Xo'sh, shirin so'zlarga juda ko'p e'tibor qiladi-da. Qizlar, ayollar, erkaklar ham, yigitlar ham bor. Misol, qizlar u bilan sevishadi, gaplashadi, sovg'alar olishadi, bu narsalarni qildirib, qanchadir yillar o'zini boqtirib, u qiz o'sha yigitga tegmay ketganlar ham bor. Sababi u qiz doim shirin so'z bilan gaplashgan. Yoki bo'lmasam yigitlar bor, shirin va'da berishadi, shirin so'z, men senga uylanaman, baribir uylanaman. Kerak bo'lsa oilali erkaklar ham bor, qizlar bilan sevishadigan. Ular ham meni xotinim yoqmaydi, meni ota-onam majburlab uylantirishgan va hokazo. Shirin gapirishadi, shirin so'zlashadi, shirin muzqaymoqlar berishadi, shirin ovqatlantirishadi va juda ham shirin so'zlar bilan siylashadi. Bunga ham qizlar ishonishadi va ancha yillarini behudaga sarflaydi, behudaga. Sizdagi hamma narsa shuki, sizdan olayotgan ajoyib energiya tufayli ular shirin gapirishadi. Ya'ni sizdan foyda olganligi uchun. Bu dunyoda odamlar bir-biridan foyda olish uchun kelgan. Unutmanglar. Hamma foyda olish uchun kelgan. Yo'q, unaqasi yo'q desangiz o'zingiz kuzating. Misol, siz oilada nechinchi farzandsiz? Bittamisiz, ikkitami, beshtami, oltitami farqi yo'q. Xo'sh, o'zingizni ota-onangizga siz moslashsangiz, yordam bera olsangiz, siz ko'proq yoqasiz. Ya'ni ota-onangiz sizni ko'proq duo qiladi. Ko'proq sizga shirin gapiradi. Ularga moslashsangiz, ularga gap qaytarmasangiz. Agar siz gap qaytarib ko'ringchi, agar siz yomon gaplar qiling, ular bilan ham murosangiz chiroyli hayot bo'lmaydi. Ya'ni har bir inson bir-biriga moslashadi demoqchimiz. Ota-ona, ya'ni har bir insonning o'zini burch vazifasi bor. Er-xotinni, sevishganlarni, do'stlarni, dugonalarni barchasini o'zini
moslashuvi bor. Ya'ni ko'proq aytmoqchimiz, shirin so'zlarga emas, xatti-harakatlarga e'tibor qilinglar. Xatti-harakatga e'tibor qilinglar. Ya'ni ko'proq kuzatsangiz, uni harakatida kuzatasiz. Misol bitta erkak yoki yigit sizga sevgi qildi. Xo'sh, faqat sevgi qilyapti, faqat SMSda yozadi. Telegramdan, Instagramdan, saytlardan sizga yozdi. Siz 1 oy 2 oy gaplashyapsiz, 1 oy 2 oy gaplashyapsiz, gullar jo'natyapti, o'pich smayllar yoki qanaqadir yoqimli gaplar, sizni ko'nglingizni ko'taradigan, siz bilan soatlab ham vaqt ajratayotgan vaqti bo'ladi. Ba'zi bir payti umuman yo'q. Lekin harakatda yo'q. Siz faqat mentalniy olamda gaplashyapsiz. Mentalniy olamda siz uni tasavvuringizda u siz yigitingiz yoki eringiz bo'lib qoldi. U sizni rashk qiladi. Siz aslida u emas, siz unga отчет topshirishni bera boshlaysiz. Qarang, naqadar soddaligingizni. Siz o'zingiz bilmagan holda unga отчет topshirishni boshlaysiz. Hali u sizga er bo'lgani yo'q, hali живой kelib yoningizda o'tirib, живой siz u bilan suhbatlashganingiz yo'q, ovqatlanganingiz yo'q. Bu naqadar qo'rqinchli. Bu ham noto'g'ri. Ba'zi birlar живой ko'ringanlar bor, yillab sevishadi, yillab gaplashadi. Baribir yigit boshqaga uylanadi, qiz boshqaga erga tegib ketadi. Bu yerda ham faqat shirin so'zlik va urush janjal bo'ladi, ammo bu yerda harakatlar yo'q bo'ladi. Harakatni ko'proq qiz bola qiladi deb o'ylayman. Ko'proq qiz bola qo'rqmasroq, ko'proq qiz bola harakat qiladi, qiz bola o'sha narsani vyesnit qiladi, отношенияni hal qilishga harakat qiladi. Bu narsa o'g'il bolaga yoqmaydi. O'g'il bola zoti bunaqa muammolar haqida gaplashib qolamaydi. Mana men yoningdaman-ku, yana senga nima kerak? Mana men yoningdaman-ku. Yana sen mendan nima kerak? Va ular muttahamchilikka o'tib oladi. Juda ko'pchiligi. Xafa bo'lmanglar, erkaklar, biz erkaklarni hurmat qilamiz, lekin aksariyat o'zingizni qizingiz bo'lsa, bilasiz, qizingiz qachondir katta bo'ladi, turmushga chiqadi, shunda bizani balkim yaxshi tushunarsizlar. Erkaklar ko'pincha muttahamchilikka o'tib olasizlar. Ko'pincha shirin so'z gapirasizlar, o'zingizlarga o'rgatasizlar va keyin qiz bolani aybdor qilasizlar. Chunki sizlar kitobga qarab yashaysizlar. O'zingizlarda fikr yo'q. Ko'proq qizlardan ko'ra o'g'il bolalar kitobga qarab yashaydi. Ular xayolimda bilasizlarmi qanaqa ko'rinadi? Xafa bo'lmanglar, bu hamma uchun emas. Aqlli va zo'r, salobatli erkaklar ham bor. Lekin qo'rqoq va muttahamchilik yo'li bilan, shirin so'zlar bilan aldab yurgan erkaklar bor. Va xuddi shunaqa ayol zotida ham uchraydi. Juda ko'p uchraydi. Qizlar ham aldoqchi, o'ylamanglar, faqat erkaklar deb. Qizlar ham aldoqchi. Xo'sh, mana erkaklar xayolimda qanaqa? Ba'zi erkaklar, ba'zi misol uylansa ham, uylanmasa ham ko'proq ular ijtimoiy tarmoqdagi qayoqdagi gap so'zlarga ishonishadi. Shunaqa bo'pti, shunaqa ekan. Yoki bo'lmasam kitobda olishib, kitobda ayol bunaqa bo'lishi kerak. Kitobda bunaqa o'zing nimani xohlaysan degim keladi. Kitobga qarab nima kritika qilishadi. Kitobga qarab qiz bola odobli bo'lish kerak-da, qiz bola bunaqa gapirish kerak emas-da, yoki bo'lmasam dedushkasini, babushkasining gaplarini gapiradi. Короче, o'zini fikri yo'q-da. Yo dedushkasini, yo mamasini, yo papasini, yo ota-onasini ish qilib, короче, o'shalarni gapiradi. Juda muttahamchilik qilishadi. Va ular faqat ya'ni hamma so'ziga ishonmanglar, harakatga ishoninglar. Kritika qilganingdan ko'ra, я понимаю deylar. Men tushunaman, что kritika qilgan odam shu narsaga turib bersa-da. San uchun ozgina bo'lsa ham поддержка bo'lsa, ma'naviy jihatdan ham, moddiy jihatdan ham. Moddiy jihat deganda juda ko'p haligi o'g'il bolalarni sigirga o'xshab soqadigan holatda gapirmayapmiz. Biz uni gapirib, hozir qizlarni o'zi ham ishlab, qizlarni o'zi ham pul topishga o'tgan, ancha bo'ldi bu narsaga. Chunki erkaklar ko'pi, ba'zi erkaklarda ko'pi slabiylashdi. Ayollar kuchli bo'lishga majbur. Slabiylashdi. Tug'dirishyapti, tashlab ketyapti, tug'diryapti, boqolmayapti, tug'diryapti, bahona qilyapti, ajrashishga harakat qilyapti, keyin chestniy bo'lmayapti, xiyonat qilsa ham yashirincha emasda, juda откровенный xiyonat qilishga ham o'tgan, shantaj, montajga. Faqat eski qadimgi 7 asrda qolib ketgan soliha ayol qidirib yuradi. Jelak kiyib yuringlar degim keladi shu erkaklarga. Iltimos jelak kiyib yuringlar, iltimos jelak kiyib yuringlar. Jelak, yaktaklik, anu ishton bor-ku, og'i katta tikiladigan shunaqa narsalar kiyib yuringlar. Sababi juda ham ko'p kritika qilasizlar. Juda ham ko'p kritika qilasizlar. O'zi urushni erkaklar boshlaydi. Hamma urushni birinchi o'ziga o'rgatib oladi, как собака o'rgatadi. Mana kuchukka suyak tashiydi, kuchuk bir marta tishlaydi, keyin yana
keyin yana bo'ldi, keyin o'sha suyakni olib qo'yadi, kuchugini orqasidan yuradi mehr bo'lib. O'zi ko'pchilik Hatiko kuchugiga aylanib qolgan. Nimaga? Shirin so'zga. Kuchuk bilasizlarmi, nimaga sizni kutib oladi? Kuchuk boqqanlar biladi. Biz kuchuk boqqanmiz. Nimaga sizni kutib oladi? Bir burda beradigan ovqatingiz va uni boshini silab qo'yishingiz. Ko'pchilik qizlar yoki o'g'il bolalar ham bor, o'zidan kuchuk yaratib olgan. Ular Hatiko kuchugiga o'xshataman. Juda jon kuyib, nima, ya'ni o'sha shirin so'zga. Lekin bu shirin so'zning ma'nosi shuki, unutmanglar, bu sizni yoqtirgani uchun emas, sizdan foyda borligi uchun shirin so'z bor. Sizdan foyda bor. Sizdan foyda yo'qmi? Bo'ldi, shirin so'z yo'q. Qancha ko'rganmiz. Xotini kasal bo'lib qolgan, ajrashib ketgan, xotini betob bo'lgan, ajrashib ketgan. Juda kamdan kam erkaklar xotini kasal bo'lsa qaragan, xotini xasta bo'lib qolsa qaragan erkaklar kamdan kam. Gapni po'zganlas. Erkaklar xayolida o'sha kitoblarda yozilgan, erkaklarga qul kerak, postoyan. Kitobda yozilgani bo'yicha yashaydi. O'zini fikri yo'q. Va o'zlari ham chirib, o'zlari ham keraksiz bo'lib, xunukdan xunuk bo'lib, hamma joyi osilib, yuzlari ajin bosib o'lishadi. Maza qilib rohatlanib yashash xohlamaydi. Ular 50-60 yoshgacha kitobiy yashash xohlaydi. Qo'ni-qo'shnisiga qarab yashash xohlaydi. Do'stlariga qarab yashash xohlaydi. Ularni o'zlarining logikasi yo'qqa o'xshaydi. Va qarabsizki, umr o'tib ketdi. Unda orqasiga qarasa, na o'ynab kulish yoqadi, unga oyog'i og'riydi, na biron bir narsa qilgisi keladi, beli og'riydi, shunaqa bo'lib qolishadi. Ya'ni hamma narsa, bu bilan nima demoqchimiz? Mavzudan chetlashib chiqmaylik, hamma narsa hamma so'zga ishonib kutib o'tirmanglar qizlarjonlar. Bironta inson sizga sevgi sor qildi, men senga uylanaman desa kutib o'tirmanglar, yillaringizni uvol qilmang. Boshqa variantlarni ham ko'rish kerak. Ota-onangiz aytganmi yoki kim bilandir uchrashibmi, kutib o'tirmanglar, foydasi yo'q. Keyin vafo so'ragan odamda vafo bo'lmaydi. Vafo so'radi sizdan. Ko'pchilik vafo so'raydi. Ular bevafolikni ko'rgan bo'ladi yoki yana navbatdagi bevafolikni ko'rishni xohlamaydi. Aynan shu shaxslar, ya'ni vafo haqida so'ragan odamdan ozroq cho'chish kerak. Chunki u oldin yo'qotgan, kuygan, garaniya ko'rgan. U odam yana yo'qotishdan qo'rqmaydi sizni. Mana shu narsaga ham ehtiyot bo'linglar. Vafo bo'lsa bo'ldi, menga vafodor bo'lsangiz bo'ldi. Men unaqa bunaqa deydi-ku, yo'q. Ular demak bevafolik ko'rgan. Maktabda kim bilandir sevishgan, aldangan yoki kollejda yoki institutda juda qattiq sevishgan, garaniyadan o'tgan, kuyishdan o'tgan, ichki kuyish deyiladi buni. Ular aynan vafo temasiga urg'u beryaptimi? Ular hali ham hech kimni sevmaydi. O'taq. Hali ham sevmaydi. Juda ko'p o'g'il bolalar vafodan gapirishadi, lekin vafoga umuman noloyiq. Quruqdan quruq gaplarga ishonmanglar. Eslab qolinglar, yana qaytaramiz. Odamlar sizni yoqtirgani uchun emas, sizdan o'ziga kerakli bo'lgan ma'lumot yoki info yoki o'zi sizni yoningizda ajoyib energiyaga ega bo'lib, kuch-quvvatga to'ldi. Shuning uchun ular sizga shirin gapiradi. Hammasi shunaqa. Любой shunaqa, любой. Agar siz negativni bo'lsangiz, yomon bo'lsangiz, agar siz unga zarar keltiruvchi bo'lsangiz, gaplashmaydi-ku siz bilan. Unda siz bilan gaplashmaydi-ku. Shirin gapirayotgani bu sizni yoqtirib qoldi degani emas. Любой, dugonangizmi, do'stingizmi, o'rtog'ingizmi, qarindoshingizmi, ota-onangizmi, buvingizmi, boboyingizmi, farqi yo'q. Sizdan yaxshi ma'lumot yoki sizdan yaxshi info yoki sizdan yaxshi energiya borligi uchun gaplashadi. Sizni yoqtirgani uchun emas. Siz buni yoqtiradi ma'ni deb o'ylaysiz. Siz xatti-harakatga qarang. Yoqtiradigan odam sizni ko'p ustingizdan kulmaydi. Sizni yoqtiradigan odam sizni qanaqa bo'lsangiz ham qabul qiladi. Yuzingizga qora kuya surilgan bo'lsa ham sizni qabul qiladi. Sizni yoqtirgan odam. Sizni yoqtirgan odam sizni izza qilmaydi. Sizni yoqtirgan odam sizni kritika qilmaydi. Mana hayotimda meni yoqtirdi degan insonlarimdan juda ko'p pand yegan kamina bo'ladi. Meni yoqtiradi-ku, meni yoqtiradi. Menga yoqtirganini aytgan-ku, meni yoqtiradi deganman. Yo'q, yoqtirmagan. Постоянно kritika qilishgan ular. Ularda prosta ularga ajoyib energiyam kerak bo'lgan. Buni yaratganning qudrati bilan sezib qoldim va udalit qildim hayotimdan. Omon bo'lishsin, baxtli bo'lishsin, mendan uzoqroq yursin. Sababi meni rostdan yoqtirgan odam meni kritika qilmaydi.
mani yoqtirgan odam borligimcha qabul qiladi. Shundoq ham aqlliman-ku. Aqlliman-ku, shundoq ham degim keladi shularga. Aqlliman-ku, choyimni ichishni bilaman, yo'ldan qanaqa o'tishni bilaman, avtobusga, marshrutkaga qanaqa chiqishni bilaman, taksiga, avtoulovni qanaqa haydashni bilaman. Nimaga menga ular kritika qilishgan? Haligacha o'zim kechirganman. Nega men bularga ruxsat berdim? Men ularni yaxshi ko'rganman. Farqimni ko'ryapsizlarmi? Men ularni yaxshi ko'rganman. Ularni ichganida ham, chakkanida ham, o'qiyotgan namozigacha hurmat qilganman. Ichganini ham ko'rganman, chakkanini ham, bezoriligini ham, ibodat qilishini ham hammasini hurmat qilganman. Lekin ular meni biron bir so'zimni inobatga olishmadi. Chunki ular o'zligi yaxshi ko'radi, lekin ular o'zligi buni tan olishmadi. Ular ko'proq mazahga, ya'ni ular ko'proq mazahga, meni to'g'rilashga, o'zlariga o'xshatgisi keldi. Men ularga o'xsholmayman, ulardagi bo'la olmayman. Qandoq bo'lsam shundoqman. Ularga o'xshash xohlamayman. Nafik нужен. Ularsiz hayotim juda go'zal. Juda go'zal va juda yorqin. Ularsiz hayotimda energiyam juda ham ko'p. Energiya maydonim ko'p. Ular bilan ularning bir og'iz shirin so'zini deb hayotimni haligi yoqimsiz lahzalariga bag'ishlashimga arzimaydi. Men ularni yaxshi ko'rganim uchun eshitganman. Puli borida ham, puli yo'g'ida ham. Men yaxshi ko'rganman ularni. Ular yaxshi ko'rmagan. Men yaxshi ko'radi deb o'ylagan odamlarim. Men ularning puli bormi, puli yo'qmi yaxshi ko'rganman. Men ularning kiyimini ustidan ham kulmaganman. Men ularning so'zidan, qilig'idan, aytibman, umuman kulmaganman. Men ularni kritika qilmaganman. Ular boshlashgan, men ularga atvet qaytarganman. Ular meni yaxshi ko'rib, yaxshi ko'rishini gapirishgan, lekin yaxshi ko'rmagan ular. Har bitta gapimdan qildan qiyiq axtargan, har bitta o'qigan bilimimdan, kitobimdan ayib axtargan. Albatta bu kechirilmas narsa, bu kechirilmas narsa. Men uni qanaqaligini bilaman-da, u bo'lsa meni boshqacha bo'lib qoldi deb o'ylayapti. Ya'ni meni indamasa, ularga o'xshab to'ti bo'lmaganim uchun meni ular ajratib qo'ymoqchi bo'ladi. Еще лучше ularsiz hayotim. Ishonasizlarmi? Shunaqa mazza, shunaqa kayf, shunaqa rohat, shunaqa euforiya shularni ko'rmaganimga xursandman. Yaratganga behisob shukr, shunaqa insonlar bilan gaplashmayotganligimga. Chunki bu insonlar shirin so'z gapirib, o'ziga ishontirgan. Aslida men yaxshi ko'rgan bo'lib chiqdim shularni. Bular emas. Bularga agar kal bo'lib qolsam ustimdan kulishi aniq edi. Bularga agar men biron bir narsani noto'g'ri qilsam, ana Nilu, sen mashqda noto'g'ri qilasan dedim. Ana endi bildingmi deydigan g'iybatchilar edi. So'qir qalblar edi. Ular kesaklar kabi. Ularning qalbi kesak kabi. Men shu kesak qalblarni yaxshi ko'rgan odam bo'laman. Men yaxshi ko'rganman kesak qalblarni. Ular kesakligini bilmaganman. Rostdan. Men o'ylaganmanki, ular menga o'xshagan odam. Meni borligimcha qabul qiladi. Sho'xligimni ham, kulishimni ham, sevgimni ham, prikollarimni ham, hazillarimni deganman. Lekin ular meni bir og'iz gapimga chidolmaydi. Chunki ular o'zidan kuchlini yoqtirmaydi. Birinchidan ular yaxshi ko'rmaydi meni. Yaxshi ko'rmaydi. Ularga faqat energiyam, quvonchim va ularga beradigan motivatsiyam qiziq. Chunki men odamlar hayotida muzaman. Odamlar hayotiga xuddi ma'no beruvchi odamman-da. Masalan, kim men bilan suhbatlashsa, yashagisi keladi. Rostdan ham juda ko'pchilikga foydam tekkan. Yashagisi keladi, motivatsiya oladi. Lekin o'zim yaxshi ko'rgan odamlarimda o'ylashingiz mumkin. Buni keyingi mavzuda aytaman. Nega? O'ylamanglar noto'g'ri. Yaxshi ham shunaqa kesak qalblarni yaxshi ko'raman. Unda Nilufar Yusupova bo'la olmasdim. Yaxshi ham shu rahmat shunaqa kesak qalbli odamlar agar bo'lmasam, men hamma shirin gapirar ekan, hamma meni sevadi deb men yemish bo'lib ketardim odamlar qo'lida. Bilasizlarmi? Yemish bo'lardim. Opaxonlar nechta, ukaxonlar nechta, ular hammasi shirin so'zli. Ularni xatti-harakatidan shundoq bilaman hozir. Bo'ldi. Shundoq ikki og'iz gaplashsam bo'ldi. Yoki mana 1, 2, 3-chi uchrashuv shart emas ular bilan gaplash. 3-chi uchrashuvda yavna bilinadi. U nima xohlayapti? Nima kerak unga? Qanaqa info, qanaqa ma'lumot kerak? Ularning shirin so'zlari o'zlariga buyursin. Ya'ni shirin so'z degani unutmang. Sizdan qandaydir info yoki ma'lumot yoki qandaydir energiya olish uchun shirin gapirishadi. Hamma odam, любой, manaman degani ham. Agar biz ham kamina sizda yomon energiya bo'lsa, biz siz bilan gaplashishimiz kelmaydi. Yaxshi energiyangiz bo'lsa gaplashamiz.
Bu bilan biz sizdan foydalanmoqchi emasmiz. Sizda yaxshi energiya bo'lsa, bizga zarar tegmaydi-da. Hamma baribir xavfsizlik o'rnatadi-ku. Ko'ryapsizmi, nimaga shirin gapiramiz? Siz yaxshi bo'lasiz, biz yaxshimiz. Siz yomonmisiz, biz yomonmiz. Xuddi shunaqa. Lekin hamma shirin gapirdi degani bu sizni sevib qoldi. Siz bilan hayot go'zal, siz bilan qarigunicha gaplashadi degani emas. Ular vaqtincha, ular kesak qalblar, hammasi. Hammasi. Yaxshilari bor. Siz qachonki o'zingiz anglasangiz kimligingizni, shunaqa zo'r odamlar bilan tanishasiz. Shunaqa mazza yashash, shunaqa yengil, shunaqa kechirimli hayot, shukronaligi ko'p hayotda yashaysiz. Bizga o'xshab, yayrab, yorqin energiya bo'lib va chiroyli bo'lib juda ham yashash zo'r. Yaxshi yashash yana ham yaxshi, deydi-ku. Yasha. Doim yashab yuring. Barchamizdan Yaratgan egam rozi bo'lsin. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.